Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan qiziqarli o'yinlar o'ynaymiz. Demak, kara-karani o'ynaymiz. Demak, Sarvar aytadi, birinchi to'g'ri aytadi, keyin 2 karadan boshlab Muslima teskarisiga aytadi. Kim bu 3 karani aytsa, sen teskarisini ayt. Kim 2 marta yutqizdirsa, 6 8 10 12 14 16 18 20 18 16 14 12 18 4 2 sen 3 karani ayt endi. Muslima aytadi, sen teskarisini aytasan. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Sen teskarisiga ayt. 30 27 27 mi? Aha. 27 24 25 18 15 12 9 6 3 0 Nol bo'lmaydi. Sen uni ayt. 4 karani ayt. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 5 karani. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 6 karani ayt, Sarvar. 6 12 18 14 24. 24 Yana bitta xato qilsang 3 qizga bo'lsa, keyin. 24 30 36 42 48 54 va 60 Sen teskarisiga. 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 7 kara. 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 To'g'ri. 70 63 50 56 49 42 42 36 30 36 Demak, bilishing kerak o'zi. Demak, Muslima g'olib bo'ldi. Nimani olasan, Muslima? O'ylamchi. Sen uchun qur'onchilik demasan, bunga ishonmasdan, o'zing endi qilishing kerak edi, bilishing kerak edi. Demak, bolajonlar bilan maqlamiz, xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.